Xullas o'rtoqlar, hozir Yandex Market ombordaman. Uzun market menga ombordan joy bermagani uchun, ya'ni skladda meni tovarlarim to'lib ketgani uchun Yandex Market bugun o'zida joy bo'shatib berdi va men shu tovarlarimni Yandex Marketga hozir olib keldim. Men bu narsalar даже yopishtirilmagan, ya'ni shtrix kod и korobkaniki hozirning o'zida yopishtirib tashladim. Bu bitta lavoda keldi. Oldingi partiyani chiqarib yubordim, ya'ni ichkari kirgizib yubordim. Hozir 9 dan o'tgani uchun bular 9 gacha ishlaydi o'zi ombor Yandexniki. Sotuvchi mana shu yerda xato qilmanglar. 9 dan keyin kelsanglar ozgincha kutib qolasizlar. Hozir men mana shu kutish arafasidaman. Ya'ni chiqishsa qachonki ular mana shu yukimni topshirib chiqib ketishim mumkin bu yoqdan. Undan ortiq chiqib ketmayman. O'shaning uchun mana shu vaqt jihatdan e'tiborli bo'lamiz. Endi esa o'rtoqlar, hozir tovarni topshirib уже qaytyapman. Bizda mana shunaqa yuk xati bo'ladi, nakladnoy. Bunisi 20 millionga yaqin tovar, bunisi 16 millionga yaqin tovar. Albatta, firma rahbari turadi, ya'ni men Sanjarbek Sayfiddinov. Xullas bugun sana. Keyingi xatoni qilmanglar, ya'ni mana shu 9 gacha kelib topshiringlar. Menga o'xshab, mana kech qolib yurmanglar.